Agar bitta qarorga kelmasanglar, 3 yillik o'yinni tark etasizlar. 1 soat vaqtingiz qoldi, 1 soat. Va nihoyat bizda so'nggi qutimiz qoldi va so'nggi qutimizdan keyin biz yana qadam bosishda davom etamiz. Nimani kelishdingda? Kim qoldi bo'laysiz? Chota o'rtadagi aka hammanglar quchoqlab turibdi, balki ular qolgandirlar. Sizmi? Sizmi? 500 millionni kechdim. Bularga mendan-da ko'proq 500 million kerak. Gap yo'q. Bu emotsiyani ko'rganlar bilmayman qaysi holatga bo'lib tushadi bilmadim, lekin meni hozirgi holatimda men 500 million kartbotda yutganman. Tabriklaymiz, keyingi bosqichga o'tdinglar. Tabriklaymiz. Keyingi bosqichga o'tganinglar bilan tabriklaymiz. Nima shunchalik sizni shu ishni bajarishingizga yoki shu qarorga kelishingizga muhtoj bo'ldi? Aslida o'zi bu 500 million yutsam, obunachilarimga madadlayam, nima hisob qilaman? Agar shu she'rlaringiz yutsa, demak siz niyatingizga yetgan bo'lasiz deb o'ylayman. Mardligingiz uchun, qahramonligi uchun rahmat aytamiz. Oldinga qo'ygan maqsad shu masjid bo'lish. Bu o'yin kimdir uchun qayg'uli va kimdir uchun yutuqli bo'ldi. Va bizda 8 ta ishtirokchi tark etdi. Oldinda esa final uchun yagona qadam qoldi. Sizlarni tabriklayman.